Hikmat aka zerikdim, tekshiraman telizni. Boshqa qizlar bo'lsa agar chiqaraman nervizni. Sandan boshqasi yo'q-ku, bundan ko'ngling ham to'q-ku. To'q emas mani ko'nglim, bering telefon dedim. Kerakmikan endi shu? Kerak, bering dedim. Hop, Guli, Nargiz, Dildora, Maftunayu Durdona. Kim bu qizlar? Tez eting, etmasangiz boring keting. Tanimayman ularni. Nega like bosdingiz unda? Yurak shalar, olovlar. Javob bering siz menga. Kutayapman javoblar. Lichkangizga ham kiraman. Keyin sochingiz yulaman. Madina, Zarina, Marina, Karina, o'rizlar bor ekan. Madi, tugonim, axir u erga tekkan. Nega yozdingiz ularga? Kuningiz qopti shularga. Bezbet babrik ekansiz, mani yomon aldabsiz. Boring, gaplashmayman. Bo'pti, kechir. Kechirmayman baribir. Mana odamman axir, o'ylab ko'ring siz uchun. Mendaqa botir ko'ngil, farishta qizingiz bo'lib, qarab sizdan boshqaga. Mendagi yaxshi qizni alishimsiz o'zgaga. To'xta, farishtam, endi keldi mani galim. Oshiruvarding san cho'ta, man indamagan sarim. San bergin telefoningni, tekshiraychi bir bora, oramizni ochaman. Chiqsa agar boshqa bola. Hikmat aka. Ana. Kerakmikan shu?